HP'ni F seriyasidagi monitorlarni juda ko'pchilik biladi. 24F va 27F. Ana shularni yangi davomchisi hisoblangan 100 Hz monitorlar bilan bugundan H Computers YouTube kanali orqali tanishishingiz mumkin. Shulardan birinchisi HP Series 5 524DA deb nomlangan monitorimiz. Qani unda boshlaydik. İşletish uchun yo'riqnomasi to'liq tushuntirilgan. Xo'p, bizdan chiqyapti. O'zini bitani kabeli bizning region uchun moslashtirilgan va bu ikkita qismdan iborat. Mana notebooklarniki singari HDMI kabeli. 100 Hz ishlatish uchun yetaveradi. Oyog'ini pastki qismi ekan. HP va nihoyat dizaynni o'zgartirib, ancha chiroyliroq ko'rinishga olib kelishibdi. Usti plastik, pastki qismi metal. Yapıyor. Juda ham kichkina va ergonomik oyoq qilish. Lekin shunga qaramasdan hech bo'lganda uni tepa pastga tushib chiqish funksiyasi bor ekan. Juda ham chiroyli yechim qilishdi. Kabel menejmentiga gap yo'q. Juda ham nima deydi, derskiy stilda qilishdi bu safar. Juda ham qulay va oson yig'ib olsak bo'lar ekan. Qotirib olamiz. Kolonkalar shu yerda ko'rinib turibdi. Mana bunaqa qilib qo'yar ekanmiz va pastki qismida buni ham qotirib qo'yadigan joyi bor ekan. Daya. Ana endi keling ushbu HP monitorimizni texnik xususiyatlari bilan tanishib boshlaymiz. Ko'rib turganimizdagi 24, ya'ni juda ham ixcham va ofis ishlariga haqiqatan yetib ortadigan bizda monitor diagonali hisoblanadi. Unga mos eng ideal tasvir o'lchami albatta bu Full HD. 1920 ga 1080 hisoblanadi. Ko'rib turganimizdagi kamera yon tarafdan turibdi va men o'zim ham yon tarafdan qaramoqdaman, lekin shunga qaramasdan kadrlar juda ham chiroyli ko'rinmoqda. Ya'ni ko'rish burchagi 178 gradusga ega. Bunga sabab matritsasi IPS ekanligi. Qolgan IPS monitorlardan nima farqi bor deydigan bo'lsa yoki men haqiqat aytadigan bo'lsam, oldingi menga 24F, 27F modellarini eng yoqmaydigan xususiyati kontrasti menga bir nisbatda bo'lsa ham qanaqadir menga sharperroq, ya'ni xirarroq ranglar ko'rinardi HP'da. Mana bu modellarga kelib haqiqatan kontrastni yuqori cho'qqisiga olib chiqishibdi. Qolgan monitorlarda menga bir nisbatda bo'ladigan bo'lsa, hali ham IPS ushbu monitorda kontrast 1,5 mingga 1 nisbatda ekan. Bu degani kontrast qancha yuqori bo'lsa, oq va qora rang o'rtasidagi farq shuncha oshib boradi. Ya'ni ranglarni ko'rish chuqurligi oshadi deyishimiz mumkin. Ya'ni ko'proq, ya'ni ham to'qroq, ya'ni ham ochroq bo'lgan ranglarni ko'rish imkoniyatini bizga beradi. Yorug'ligi esa ofis monitorlariga qaraganda ancha-muncha yorug'roq deyishim mumkin. 300 kandela taqsim metr kvadrat. Ya'ni oyna oldida ishlagan paytingizda ham joyini mazza qilib ishlaysiz deb aytolmayman, lekin qolgan monitorlardan ko'ra, misol uchun o'sha Redmi'dan ko'ra ham yorug'ligi bo'yicha ancha ustunlik beradi. Eng muhimi esa ofis ishlariga mos o'sha HP'ni juda ham chiroyli dizaynni saqlab qolishgan va eski kompyuterlarni ham esdan chiqarib qo'yishmagan. Ya'ni shu uchun ham orqada bizda ulanish uchun eski VGA Cook video tasvir uzatish portini qoldirishgan. Qolaversa, bitta HDMI Bluetooth port ham o'rin olgan. Bu monitorni o'yinlarga ham zo'r mazza qilib o'ynaysizlar deb aytolmayman, sababi bu aynan ofis ishlari uchun mo'ljallangan premium klassdagi monitor hisoblanadi. Lekin shunaqa bo'lsa ham monitorimiz ishlash gersi, ya'ni chastotasi 100 Hz bo'lgani uchun shunaqangi ochiq dunyo o'yinlari, sport o'yinlari yoki orada strategiya, futbol o'ynab turmoqchi bo'lsanglar, agar bemalol 24 ekranda Full HD'da 100 Hz da mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Javob berish vaqti esa bizda 5 millisekundni tashkil qiladi. Endi o'yin uchun qanaqadir qo'shimcha bir funksiyalari yoki nimalari yo'q. Boyga aytganim singari buni asosiy e'tibor qaratadigan narsasi bu birinchi o'rinda ko'z himoyasi hisoblanadi. Ya'ni HP'ni o'zi ishlab chiqargan ko'z uchun maxsus himoyasi ushbu monitorimizga o'rnatilgan. Ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsa, monitorda 10-12 soatlab oldida o'tirishinglarga mo'ljallanib ishlangan. Ya'ni ko'zni toliqtirmasligi, yoshlantirmasligi juda ham katta e'tiborga olingan. Ana endi rang bo'yicha aytadigan bo'lsak, bemalol agar siz grafik dizayner bo'lsangiz ham yoki montaj ustozi bo'lsangiz ham, muhimi
nima deydi, ko'z himoyasi birinchi o'rinda bo'lgan, ikkinchi galda ranglarni yaxshi ko'rsatadigan, uchinchisi boyga aytgandagi kontrast yuqori bo'lgani uchun oq va qora ranglarni aynan IPS monitorda juda ham bir chuqurroq ko'rmoqchi bo'lsangiz, ushbu monitor sizga yaqqol misol bo'la oladi. Sababi aynan 24 talik monitorlar orasida men hali yaqin orada ko'rmadim kontrastni 1,5 mingga bir nisbatda variantlar. Mana misol uchun kamera qanchalik ko'ryapti bilmadim, oq qora ranglarni, misol uchun oq va qizili juda ham bir maromida ko'rsatmoqda. Displeylar haqidagi rasmiy saytda sRGB ni bizda 100% deb ma'lumot berilgan, lekin HP ni o'zining saytida shu ma'lumot 99% hisoblanadi. Endi 99 va 100 o'rtasida o'zi juda ham bir katta farq yo'q. Shuning uchun aytishim mumkin, sRGB va o'sha REC 709 larni bemalol siz haqiqatdan 100% ko'ra oladigan juda ham sifatli bo'lgan monitor hisoblanadi. Buni misol uchun MSI yoki Lenovo'lar 300 Hz monitorlar bilan solishtirishga shoshilmang. Bittagina kontrastini o'zida bu sizga katta farq berib qo'yadi. Ya'ni ikkalasini yonma-yon qo'ysanglar, ranglarni ko'rsatish manaqangi oq va qora rang joyladi juda ham bilintirib qo'yadi. Aytgancha shu monitorni agar siz menga 24 kichikdanlik qiladi, menga 27 ga Full HD kerak desangiz, marhamat, H-Counters orqali ham uni 27 ham 24 talik variantlari bor. Ikkalasi ham bir xil ko'rinish, bir xil dizaynga ega. Xohlasangiz o'sha 27 talik variantini olishingiz ham mumkin. Ana endi monitorimiz eng asosiy va oxirgi parametri bu uni dizayni hisoblanadi. Redmi juda ham ko'plab monitorlar o'zi haqiqatdan dizaynni mana shu HP dan kopiya qilishgan. Ya'ni yonidan qaraganda juda ham bir ingichka dizaynda ishlangan va asosiy hamma platalarni monitorimizni pastki qismiga joylashtirishgan. Qaysidir ma'noda buni ideyasini iPhone Air'da ham qo'llashgan deyishim mumkin. Ya'ni korpus juda ham ingichka, o'sha kamera qismiga eng asosiy bo'lgan prosessorlarni joylashtirishgan. HP ham o'zi buni bir necha 10 yil oldin mana shunaqa dizaynda o'zi monitorlar ishlab chiqarishni boshlagan edi. Lekin shunga qaramasdan aytishim kerak, juda ham chiroyli qilishibdi. Oldin menga yoqmaydigan jihat HP monitorlarning bo'yi pastroq bo'lardi, lekin mana ko'rishimiz mumkin 10 sm gacha biz tepa pastga tushib chiqarishimiz mumkin ekan. Mana shu turgan holatda orqaga 20, oldinga 5 gradusgacha biz ega bukishimiz mumkin bo'ladi monitorimizni. Muhimi mana juda ham chiroyli dizaynda ishlangan. Orqadan qarasak, mana ofis uchun olib qo'ysangiz ham o'zingizni do'koningizmi yoki qanaqadir birorta ofisingizga orqadan qaraganda o'sha juda ham chiroyli bo'lgan HP dizayni o'zi yaqqol ajralib turadi. Ayniqsa oyog'ini mana bu podstavka qismlarini seriyadan qilgani uchun bir ko'rinishchi bir qimmatbaho, ya'ni dersiga haqiqatdan o'sha premium klassi ko'rinishini bermoqda. Xo'p, bundan tashqari bizda monitorimizda 2 wattdan o'zini ikkita stereo kolonkasi bor. Hozir sal turib buni test qilib ko'ramiz. Undan oldin aytishim kerak bo'lgani, dizayn jihatdan har taraflama juda ham zo'r deyishim mumkin. Lekin, xo'p, shu monitorimizning narxi o'sha 100 Hz Redmi 24 talik monitordan deyarli 2 barobar qimmat. Nima uchun qimmatligini sizga top 5 sabab bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Birinchi misol rang ko'rsatishi. To'g'ri, Redmi'da ham bunda ham sRGB 99 100 deyishimiz mumkin, lekin bunda sifatli bo'lgan, unga qaraganda matritsa ishlatilgan va shuning uchun ham o'zi HP monitorlarini keyinchalik kalibrovka apparati orqali kalibrovka qilgan paytingizda juda ham chiroyli bo'lib o'ziga keladi. Undan ham tashqari shaxsan o'zim ishlatib ko'rganman. Aynan HP larni Mac ga ulasanglar ham juda ham yaxshi ishlaydi, ya'ni Mac lar bilan ham yaxshi kelishadi. Ikkinchisi, ko'plab 24 talik ofis monitorlarda boya aytganim singari Redmi'da ham shunaqa yorug'ligi 250, bunda 300. Ya'ni bu yorug'roq joyga o'tirgan paytingizda baribir o'zini nima deydi, effektini ko'rsatadi. 300 kandela bu kam yorug'lik emas. Uchinchi asosiy farq esa bunda shu ergonomik podstavkasi borligi. Aytishingiz mumkin, jabr ergonomik emas, men bitta kranshtayn bilan hal qilaman deb. Muhimi nima deydi, zavod tarafdan qo'shib berilayotgan o'zini chiroyli dizayniga ega va shunga mos qilib ishlangan bunaqangi oyog'i bo'lgani uchun Redmi dan ajralib turadi. Ya'ni 10 sm gacha tepa pastga tushib chiqish orqali nazorat qilishimiz mumkin bo'ladi HP ni. Redmi esa mana shu joyda asosiy afzalligi, unda VESA joy tashab ketilgan, ya'ni kranshtaynlarga osishimiz mumkin. HP da esa VESAga osish bizda joyi yo'q. Ya'ni faqatgina mana shu o'zini podstavkasi orqali ishlatishingiz kerak bo'ladi yoki qanaqadir alohida perxatniklar sotib olib, keyin kranshtaynga osish mumkin bo'ladi. Keyingi asosiy 4-farq esa bunda o'sha stereo kolonkasi borligi va ko'z uchun himoya haqiqatdan bor. HP da ham, Redmi da ham o'zi low blue light, flicker free, ya'ni har xil miltillashlarga qarshi o'zi himoya vositalari qo'yilgan, lekin ko'z uchun yana qo'shimcha tarzda HP kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan o'zini maxsus ko'z uchun himoyasi bor. Ya'ni siz kuniga 8-10 soatlab ishlashingiz kerak bo'lsa, monitor oldida ushbu monitor haqiqatdan zo'r.
Ana endi va 5-asosiy farqi bu brend. Brend deganda ko'pchilik faqat va HP tanilgan, shuning uchun pul to'laymiz deb o'ylaysiz, lekin aslida uni ichida ishlatilgan matritsasi, oddiygina podsvetkasi, umumiy monitorni xizmat qilish yilida farqi bo'ladi. Misol uchun BenQ, Asus, Dell, HP va MSI o'zini uni ham premium klasslari bor. Aynan shunaqa klasslarda o'zi zavod tarafdan nima deydi, mazza qilib ishlatishinglar uchun o'zi 3 yil garantiya beriladi. Bu do'kon beradigan garantiya emas, bu zavod tarafdan o'zi sinov tariqasida o'tkazilgan bo'ladi. Ya'ni matritsa o'zi qancha yil xizmat qilishi hisoblab chiqilgan, ya'ni tunu kun ishlatsanglar o'zi 3 yil mazza qilib ishlatish imkoni bo'ladi. Redmiga o'xshash monitorlarda bu 1 yil, qolgan bozordagi juda ham ko'plab no-name'larda bu 5-6 oyni tashkil qiladi. Ya'ni 5-6 oy har kun ishlashi. Bu degani bundan ko'ra yana 3 baravar kuniga 8 soatdan ishlaganda ko'proq xizmat qiladi. Shuning uchun ham 10 yil oldin chiqqan o'sha HP monitorlarini ishlatilgan BU'larni olib kelsanglar ham juda ham yaxshi holatda ishlayotgan bo'ladi yoki aynan LG'larda ham xuddi shunaqa. Lekin 3 yil oldin chiqqan no-name monitorlarni yoki 3 yil oldin chiqqan Redmi'ni ham hattoki olib ko'ringlar, ancha unda sifatida pasayish kuzatilgan bo'ladi. Men shaxsan o'zim studiyamda ham har xil monitorlar bor va Redmi'da ham shu narsani men 100 Hz monitorlarda shaxsan o'zim sezganman. Bu video orqali HP ni maqtash yoki qaysi brendni yerga urish emas, ya'ni siz nima uchun qimmat pul to'layotganingizni sababini shunchaki tushuntirib berish edi, xolos. Agar shunaqa HP monitorlar video tahlilini ko'payishini xohlasangiz, shunchaki kommentariyaga HP so'zini yozib keting. Biz mana shunaqangi video tahlillarni ko'paytirishga harakat qilamiz. Ana endi har doimgidek biz 5 ta monitor jihatini ko'rib chiqdik. Necha ball qo'ygan bo'lardingiz deb so'raydigan bo'lsangiz, 5 dan men 4.8, 4.9 qo'ygan bo'lardim. Aynan vesasini yo'qligi sababli, lekin narxi qimmatligini inobatga olsak, men 4.6 ball beraman. Ukalarni mana shu pastki qismiga bizda tashlab ketishgan. Ko'rishimiz mumkin. O'sha brightness kontrastlarini nazorat qilishimiz mumkin. Issiq rang, sovuq ranglarga qo'yib olishimiz mumkin. Ingliz-tilidagi o'zini juda ham qulay menyusiga ega. Kelinglar endi ushbu monitorimizni kolonkasini test qilib ko'ramiz. Bu uchun YouTube'dagi bitta videomizni qo'yamiz. Hisoblanadi 32 diagonalda to'rkani haqiqatan mazza qilib his qilishini ishlatishingiz mumkin. Ya'ni 3840 ga 2100. Kolonkasi haqida to'g'risini aytaman, unaqa sifatli kolonka kutmovdim. Ayniqsa baslar ham, ya'ni bas chastotalarni berishi ham zo'r. 2 vatli stereo kolonkaga qaraganda ba'zi bir monitorlarga, hattoki ProArt yoki BenQ'larga qaraganda ham ovozini tiniqlik, ya'ni past chastotalarini sifati bilan juda ham zo'r stereo kolonkalarni qo'yishgan ekan, menga juda ham yoqdi. Yetishi mumkin bemalol agar siz buni ofis uchun, uy uchun oladigan bo'lsangiz, bemalol hech qanaqa kolonka xarid qilmasdan ijtimoiy tarmoqni mahsulotlarini iste'mol qilishingiz mumkin, kino ko'rishingiz mumkin yoki darsliklar, xullas mazza qilib o'rtacha sharoitda yashaysiz, ovoz bilan yoki montaj bilan shug'ullanmasangiz, bemalol qolgan hamma ishlar uchun ishlatishingiz mumkin bo'lgan o'zini sifatli stereo kolonkasiga ega ekan. Marhamat, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, ushbu monitor haqidagi fikringizni kommentariyada kutib qolamiz. Ya'ni o'zi ushbu narxga arziydimi yoki arzimaydimi yoki ishlatib ko'rganlar bo'lsa, sizdan haqiqiy fikrlarni kutib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.